Biz qayerga kelib qoldik? Mana 4 yil oldin qilingan ishimiz mana. Bitgan holatiga keldik. 4 yil oldin mana shu yerda shu mangalni qurib ketgan edik. Mana juda ham chiroyli, ajoyib bo'lib turibdi ekan. Chiroyli afsala qilibdi mana. Mana qozonlar. Mangalga bunaqa eshik qo'ydirib qo'yibdi. Bu ichkarilar hamma narsani bekitib qo'yib qo'ydi, yonadigan narsalar. Ko'rib maza qildik. Atmosferani qaranglar. Haqiqiy landshaft chiroyli dizaynda chiqibdi mana. Uylar. Mana sharsharalar. Biz bu yerga 4 yil oldin kelganimizda bu yerda rosa hamma yo'q bardak, rosa ustalar ishlayotgan paytida hatto bunaqa bruschatkalar bosilmagan edi bu yerda. Va sharsharani qaranglar. Qanaqa chiroyli qilgan ekan. Bu manzilimiz Toshkent shahrida Do'rmon mahallasida. Darvozaxonani qaranglar, juda ham ajoyib, o'ta chiroyli chiqqan. Kengligini endi tasavvur qilmasanglar ham 4 metrlik darvoza, bu yoq yana plus 2,5 metr kenglik joy bor ekan. Lekin 6 metrdan oshgan. Alisher aka 6 metrdan yana qanaqa 6 metrdan uzun? Yana bir 8 ga 12. 8 ga 12 mi? Ichida bu tomonini qaranglar, landshaft o'ta chiroyli ishlangan. Mana eski, mana 4 yildan beri ishlatishyapti ekan. Mana Alisher akamiz, o'zimiz akamiz. Alisher aka, siz bilan agar eslasangiz, bitirganimizdan keyin ham videoga olib gaplashuvdik. Zo'r deb nima qilgansiz? Mana hamma klientlar bilan shunaqa qadrdonmiz. Xudo xohlasa ishimizda hech qanaqa xalturalar bo'lmaydi. Mana hozirgacha mana chiroyli qilib ishlatishyapti ekan. Uyni ham lekin rosa chiroyli zo'r qilib qurib qo'yibsiz. Biz rosa kelgan paytimizda